yoshda ham 18 yashar qizlardek energichniy yosh bo'lib yurishni xohlaysizlarmi? Unda hozirdan o'z tanangizni sog'lom bo'lishiga sharoit yaratib bering. Irsaq qahvalarini turlari ko'p va har bittasi o'ziga yarasha shifobaxsh. Bugun sizlar bilan kollagenli qahva haqida gaplashmoqchiman. Men o'zim olgan natija bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Kollagen hozirgi kunda modaga kirgan, chunki hamma yoshargisi keladi. Kollagen bizani ichkidan va tashqidan yoshartiradi. Terilarimizni yoshartiradi, suyaklarimizni mustahkam qiladi va bizga amortizator o'rnini bosadigan bo'g'imlarimizni mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Yallig'lanish protsessi boshlangan bo'lsa, shunda ham samarali yordam beradi. Meni o'zimdan natija bo'ldi. O'zim skvoznyakda qolib ketdim, ya'ni o'zbekchada yelvizak deydi. Shunda suyak-suyaklarimgacha menda sovuq o'tib ketdi. Shunaqa qaltiradim. Bunaqa hech qachon qaltirmaganman va ertasi kuni menda kuchli bosh og'riq, ko'ngil aynashlari boshlandi va mana shu oshqozon yo'limda juda kuchli og'riq bo'ldi, ko'ngil aynash bo'ldi. Qayd qildim. Hech narsa yegim kelmadi, hech narsa ichkim kelmadi va shu kollagenli qahvani iliq qilib ikkitasini ichdim. Bilasizlarmi, shu kollagenli qahvani ichishim bilan sirazi mana shu yerga, ya'ni gastrit deyiladi, oshqozon yo'lida yallig'lanish gastrit deyiladi va shu kollagenli qahva yordam berdi va shu sohamdagi og'riqlar qoldi, ko'ngil aynashim ham to'xtadi, boshim og'rig'i ham to'xtadi va shu oddiygina bitta kollagenli qahva bilan men shifo topdim. Shu uchun sizda qanaqa yallig'lanish protsessi boshlansa, ya'ni shamollash boshlanganda albatta kollagenli qahva ichishlarni tavsiya qilaman. Faqatgina yallig'lanishda emas, yosharish uchun ham kollagenli qahva ichishlarni tavsiya qilaman.